21-asrda birinchi yarmiga kelib virtual sport turi juda ham ommalashib ketdi. Katta turnirlar, dunyoning har xil chekkasidan kelayotgan jamoalar va o'yinchilar bu sport turini yanada mashhurlashishiga turtki bo'ldi. Qolgan sport turlaridek kibersportda ham mukofot pullari juda katta. U pullarni yutib olgan o'yinchilar bo'lsa, hozirgi kunda dollarlik millioner hisoblanadi. Bugun aynan dunyodagi eng mashhur o'yinlardan biri hisoblangan CS:GO'dagi top 7 ta eng boy o'yinchilar haqida gaplashamiz. Bu Kiberuz loyihasi boshladik. Oldinlar Counter-Strike 1.6 versiyasi bo'yicha har xil turnirlar o'tkazilgan, lekin unchalik ko'p yoshlar qiziqmagani uchun mukofot jamg'armasi va byudjeti past bo'lgan. Ammo HLTV portali shu kungacha to'xtovsiz ishlab kelgani sababli kibersport hozirgi darajasiga yetib keldi. Ozgina HLTV haqida. 2002-yilda Martin Rosenberg tomonidan asos solingan ushbu tashkilot kiber o'yinlar CS 1.6 yoki Warcraftdan turnirlar tashkil qilib keladi. Ishlar hech yurishurmadi, toki 2010-yildagi investorlar va yangi xodimlar kelmaguncha. 2013-yildan beri HLTV CS:GO bo'yicha deyarli barcha musobaqalarni o'tkazib kelyapti. Xo'sh, hozirgacha Valve kompaniyasining flagmanlari kimni millioner qildi? Top 7 taligimizdagi o'yinchilar sizlar o'ylaganchalik osonlik bilan bu natijaga erishishmagan. Video davomida aytiladigan million yoki bir qancha 100 ming dollarlar oxirgi 4-5 yil ichida qo'lga kiritilgan. Ungacha bo'lsa arzimagan pul evaziga oddiy turnirlarda qatnashib yurishgan. 7-o'rin. Daniyalik Kerrigan, to'liq ismi Finn Anderson, salkam 32 yoshda. Bu yilning o'zida Face klani bilan ikkita yirik turnir g'olibi bo'lib, eng qari major titul unvoniga sazovor bo'ldi. 2012-yilda faoliyatini Fnatic jamoasida boshlab, 7 ta jamoada 160 ga yaqin turnirda ishtirok etib, umumiy 1 367 ming dollar ishlab topgan. CS:GO'dan oldin 1.6 da ham professional o'yinchi bo'lgan va o'sha paytlarda Mouse eSport jamoasida o'yinlar o'tkazadi. CS:GO'dagi ko'p o'yinchilar oldinlari 1.6 o'ynashgani ma'lum. Shuning uchun ham ularga yangi titlda o'tish bosqichi juda ham oson o'tgan. O'zi aslida CS:GO bu o'sha Counter-Strike 1.6 ni ancha yaxshilangan, rivojlantirilgan varianti. 6-o'rin. Denis Elektronik Sharipov 1998-yilda Rossiyada tug'ilgan. Faoliyatini Rossiyaning Aces jamoasida boshlab, hozirgacha 8 ta jamoa sharafini himoya qilgani ma'lum. 2017-yilda Navi klubiga qo'shilgandan so'ng omma e'tiboriga tushadi. Lurkerlik vazifasini aql bovar qilmas darajada yaxshi bajaradi. Lurkerlik CS:GO'dagi o'yinchilar roli xuddi avaperlarnikiga o'xshaydi. Ya'ni hamma bitta plantga hujum qilayotgan payt u yo orqadan aylanib keladi yoki ma'lumot yig'ib o'z jamoadoshlariga yetkazadi. Denis shu paytgacha 150 dan ko'p turnirlarda ishtirok etib, 14 tasida g'olib bo'lib, umumiy 1 533 ming dollar qo'lga kiritadi. Oxirgi 2 yil ichida Elik o'zining yulduzli davrini o'tkazyapti. 5-o'rin. This is all about timing. Nitro does have a Molotov and another smoke, so it could be really rough for Simple to actually get through this. He's going to throw the AWP in. Oh my god! Simple! Alexander Simple Kostelyov 1997-yil 2-oktyabrda Ukrainada tug'ilgan. Sashaning birinchi rasmiy jamoasi Ukrainaga tegishli Hellraisers bo'lgan. Natus Winsergacha Simple 10 ta jamoada o'ynaydi. Eng pikka chiqqan davri hozirgi paytida esa ozgina xato qilamiz. Hozir ham juda ham yaxshi o'yin ko'rsatadi, lekin 2016-yilda Liquid safida Sasha aql bovar qilmaydigan mufli bilan hayron qoldirgan edi. Aynan shu yil oxirida Navi jamoasi skautlari Simple'ni jamoaga olib kelishadi. Hozirgacha g'alaba uchun tug'ilganlar jamoasida Kostelyov 90 ga yaqin umumiy 190 ta turnirda ishtirok etib, 1 684 ming dollar ishlab topgan. Oh my! Qiziqarli fakt, Navining hozirgi treneri Blade oldinlari Simple bilan bitta jamoada o'ynagan, lekin qaysidir klubda emas, Ukrainani terma jamoasida. Yillar o'tib o'zini jamoadoshi klubda murabbiylik qildi. Bu holat futbolistlarga juda ham yaxshi tanish. O'zi aslida Sasha Simple ro'yxatimizda ancha teparoq joydan o'rin egallashi kerak edi, chunki u reklamalar orqasidan yoki donat orqasidan ham katta pul topadi. Masalan, Twitchda o'zini juda ham katta auditoriyasi bor, ular ko'p donat qilishadi, lekin tanganing ikkinchi tomoni shundaki, Twitchdagi reklamni kontraktlar yopiq holatda, maxfiy holatda qilinadi va biz u yoqda qancha pul aylanayotganini bilmaymiz. Aniq hisob-kitob qilish juda ham qiyin. Shuning uchun ham bu videomizda aynan mukofot jamg'armalaridan kelgan pullarni hisob-kitob qilamiz. 4-o'rin. Drive-by frag on the entry. This is where Glade needs to go absolutely sick and mow him down.
They've been able to get on towards the bomb site. Snods as they tag him as well. They're going to jump on it, try and go for the defuse. He might tag up Snatch him, he can't quite finish him off. He's landed his shots, but he can't get him, but eventually Glaive! He does it! Glaive, daniyalik CSGO'dagi showmenlardan biri. 1995-yilda tug'ilgan qahramonimizning haqiqiy ismi Lucas Rossander. 2010-yildan professional o'yinchi sifatida tanilgan. Avvaliga Source versiyasidan boshlab 2012-yilda TT Dragons jamoasida CSGO'dan musobaqalarda qatnashishni boshladi. 16-yilda hozir o'ynayotgan Astralisga kelib qo'shiladi. Umumiy 200 dan ortiq turnirlarni 50 tasida birinchi, ikkinchi o'rinlarni qo'lga kiritgan. Muxlislar uni noodatiy o'yinidan haligacha hayratlanib kelishmoqda. Umumiy hisobda Lucas Glaive $1,843,000 ishlagan. Shu paytgacha bo'lib o'tgan CSGO bo'yicha turnirlar orasidagi eng katta mukofot puli $1 million ni tashkil qilgan. Bu o'sha o'tgan yil o'tkazilgan Major turniri. Peak paytida 2,748,343 ta odam bir vaqt o'zida tomosha qilgan. 3-o'rin. But right now, first try, this Tarek will take down Sip, and that's a 2-on-4. Finally, Device his kills and get on that bomb very quickly, and now it's all falling apart. Device, to'liq ismi Nikolay Ritz. Ro'yxatimizda 3-o'rindagi o'yinchi ham Daniyada tavallud topgan. Faoliyati 2012-yilda Source'da boshlanadi. 2013-yil boshidan esa Device CSGO'dan professional karyerasiga qadam qo'ygan. Copenhagen Wolves jamoasida 3 yil yorqin bo'lmasa-da, yaxshi damlarni o'tkazib, 2016-yilda Astralisga kelib qo'shiladi. Jamoadagi roli avaper bo'lgani sabab ham tezda mashhurlikka erishgan. Hozircha Nikolay Device NIP jamoasida o'yinlar o'tkazadi. NIP bu Ninjas in Pyjamas, ya'ni pijama kiygan ninjalar. Jahon ichiga qaraganda CSGO'dagi eng asosiy va mas'uliyatli rol avaperlik ekan. Jamoani oldinga tortish, unga call berish, ya'ni vazifalarni to'g'ri bo'lib tashlash va o'yinni davomiyligini majoziy ma'noda belgilash ham aynan snayper vazifalarining ichiga kiradi. Shaxsan men bu fikrga unchalik qo'shilmayman, chunki o'yindagi asosiy o'yinchi bu tomoshabin. Tomoshabin bilganchalik hech qaysi o'yinchi bilmaydi. Bamitdan yurish kerak edi, chapdan o'tish kerak edi deb eng kerakli lekin nazardan chetda qoladiganlar supportlar, ya'ni yordamchilar bo'ladi. Misol uchun Navidagi Perfectoni o'yinlar davomida umuman kamdan kam ko'rasiz, lekin ключевой momentlarda uni jamoaga qo'shadigan hissasi beqiyos. Device umumiy hisobda 200 ga yaqin turnirlardan 30% da g'olib bo'lgan. Shu paytgacha $1,949,000 qo'lga kiritadi. 2-o'rin. Zipix 1995-yilda Daniyada tug'ilgan, haqiqiy ismi Andres Hoysler. Faoliyatini 2011-yilda Counter-Strike 1.6 da boshlaydi. CSGO'ga esa hamma qatori 2013-yillar boshlarida Idle Lines jamoasi taklifi bilan kirib keladi. Uni haqiqiy clutch minister deb atasa arziydi. Bir o'zi qolgan vaziyatlarni 70% jamoa g'alabasiga olib ketgan. 2016-yilda Astralisga kelib qo'shilgan va hozirgi kungacha ushbu jamoa sharafini himoya qiladi. Umumiy hisobda 40 ga yaqin sovrinlarni qo'lga kiritib, $1,992,000 ishlagan. Eng muhimi, Zipix oxirgi yilda yana formaga qaytyapti. Bu ko'pchilik oldlarning xursandchiligiga sabab bo'layotganini Twitter sahifasidagi tweetlar orqali bilib olishimiz mumkin. Aynan shu Astralis jamoasini Inferno kartasidagi bitta taktikasi Eco Roundlarda ko'plab jamoalarga yordam bergan. B-Plantda hamma bir-birini ustiga chiqib olib, shunchaki kutiladi. Flashga smoklarni otib plant tomon kirmoqchi bo'lgan raqib jamoa esa qopqondaligini tushunib yetadi. Bir tomondan kulgili, ikkinchi tomondan esa foydali life hack. Ro'yxatimiz 1-o'rinni e'lon qilishdan oldin bitta narsani eslatib o'taman. Albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Shu orqali siz bizni qo'llab-quvvatlaysiz, videomiz yana ham ko'proq tarqaladi va albatta yangiliklardan orqada qolmaslik uchun Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin bizda Instagram kanallarimiz bor, meni shaxsiy kanalim bor, Kibiruzi Instagram akkaunti bor, ularga ham albatta obuna bo'lishingiz kerak. Va eng asosiysi Discordimizga ham ulanib qo'yinglar. U yerda ham yaqinda juda qiziqarli ishlar sodir bo'ladi. Xudo xolisa zo'r bo'lib ketadi. Endi navbat ro'yxatimizdagi yetakchi 1-o'ringa. Works though. Limited vision, limited weapons. Doesn't even matter. Dupree! Oh, the fourth as well. How sick is this round for him? And he's looking for Peter Dupree Rossman 1993-yilda tug'ilgan, professional karyerasini CSGO'da boshlagan. Kamdan kam holat. Shunga qaramasdan Dupree qolgan CSGO o'yinchilaridan ancha yaxshi natija ko'rsatadi. Team Dynatus, Astralis, Copenhagen Wolves kabi jamoalarda takrorlanmas matchlar ko'rsatadi. Dupree ham jamoada avaper rolida. 2022-yilda boshidan Team Vitality jamoasida o'ynashni boshladi. Uni Laker desak ham bo'ladi. Albatta hazil. Lekin aynan Peter o'ynagan jamoalar finallarda doim g'olib bo'lgan. Shu sabab ham qahramonimiz faoliyati davomida umumiy hisobda $2 million ishlab topadi. Oxirgi ikkita turnirda Dupree ko'rsatgan highlightlar media platformalarda mashhurlikka erishyapti.
being the catalyst into this round, Snon. Top 7taligimizni Tier 1 sahnalaridagi yagona o'zbek bolasi haqidagi gap bilan tugatmoqchiman. Sanjar Kuliyev 1998-yilda tug'ilgan. 2016-yilda Knockout Sports jamoasida faoliyatini boshlaydi. Keyin Simon Gaming, Avangard kabi mashhur jamoalar sharafini himoya qiladi. Va nihoyat yurtdoshimizga 2019-yilda Virtus Pro jamoasi taklif bilan chiqqan. O'zining yorqin damlarini 2020-21-yil o'rtalarida davom ettiradi. Virtus Pro 2021-yil oxirida Sanji xizmatlaridan voz kechdi. Sanjar esa jamoadan ketishga majbur bo'lib, Virtusni tark etgan. Umumiy hisobda Sanjar $327,000 ishlagan. Nega aynan video yakunida Sanji masalasiga to'xtaldim? Bir qancha sabablar bor. Birinchidan, u o'zbek yigiti va xalqaro maydonda yaxshi natijalar ko'rsatib, juda ham yaxshi pul topgan va sizda ham shunaqa imkoniyatlar bor. Hech qanaqa ping yoki shunga o'xshagan bahonalar o'tish kerak emas. Ular shunchaki bahona, shunchaki gap. Harakat qilsangiz, albatta katta natijalarga erishasiz. Hozirgi paytda yaxshi pul topish uchun yoki mashhur bo'lish uchun qanaqadir og'ir mehnat qilishingiz yoki qayerdadir 5-6 yil o'qishingiz, kimgadir shogird tushishingiz, kalta yeyishingiz shart emas. Shunchaki iqtidoringizni to'g'ri yo'nalishda ocha olsangiz bo'ldi, zo'r bo'lib ketasiz. CS bo'yicha yoki Dota bo'yicha, qaysidir kibersport bo'yicha ham zo'r bo'lib ketsangiz, biz siz bilan faxrlanib yuramiz va 5-6 yildan keyin siz haqingizda ham xuddi shunaqa video ro'yxatlarda gapirishadi, sizni hayotingiz haqida intervyular olishadi, zo'r bo'lib ketadi. Faqat shu narsaga ishonishingiz kerak, to'xtamasligingiz kerak, qiyinchiliklar bo'ladi, omadsizliklar bo'ladi, bizda ham bo'ladi bunaqa narsalar. O'shalarga e'tibor bermasdan harakat qilib, to'xtovsiz faqat oldinga borsangiz, albatta katta insonga aylanasiz. Hech kim ishonmasa ham, hech kim sizni mensimasa ham, mana biz ishonamiz. Kiberuz jamoasi, men Albert, Jahon ishonamiz. Shuning uchun ham katta natijalarga erishishingiz kerak. Bugun ham qo'ldan kelgancha qiziqarli va eng asosiysi muhim ma'lumotlarni yig'ishga harakat qildik. Qanchalik qo'limizdan keldi yoki yo'q, buni albatta like yoki izohlar orqali ko'rsatasiz. Har doimgidek Kiberuz loyihasi edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.